Dostlar, Qaraqalpaqstan телеканалында сіз күткен Ауа, sizге айтып жатырмын. Һәм күлкі құмар тамашагөйлерге арналған әзілкеш көрсетуі. Бүгінгі көрсетуімізде яқшы, өздеріңіз көріп аласыз. Демек әзір әзілкеш. Күтіп алың, Юморбек. Рахмет. Ассаламу алейкум әзіз достар. Қарақалпақстан телеканалында әзілкеш. Неге үлкемізге ояну паслы, шембілік паслы бәхар кіріп келді. Білесіз бе, бұл жылғы бәхар ұлыма басқаша. Себебі бұл бәхар 2017 жылда бір келетін бәхар екен. Демек, байрамлар құтлы болсын. Рахмет. Енді бәхар келуімен бірден байрамлар пасылы деп атырмыз ғой. Байрамлар пасылы. Қандай байрамлар бар бәхарде? 8 март өтіп кетті айтпақшы, я? Өзі сондайда қызлар қапа болмайсыз. Өзі еркектер ұмытшақ болады өзі. Бір кезде үйленген ұмытып кетеді, бір кезде 8 мартта ұмытып кетеді. Қара өтіп кеткеннен кейін ядымызға түсіп жатыр. Енді 8 март хайал қыздардың байрамы ғой. Бірақ сондай бір әжайып байрам. Не үшін 8 деп қойылғанда? Себебі дүнияда 7 әжайып зат болса, соның 8-шісі бұл хайал қыздар екен. Құласы көрсету позитив, көреміз позитив. Біз бастаймыз онда. Енді бірден көріп тұрған шығарсыз, бізде үлкен өзгеріс бар, рауажлану бар, ноутбук, рахмет. Бөліп беруге алдым жақында деп ашамыз. Бірақ ішінде сол баяқ-баяқ қағаздарды екен дейді. Біз давам етеміз, әзілкеш көрсетуі, бізде диван бар, диванға келетұғын мейман бар. Демек, бүгінгі мейманларымыз 1200 км жол басып, пайтақ Ташкент қаласынан әзілкеш көрсетуіне арнаулы келтірген. Жақында ғана кинотеатрларымызда жарық көрген «Коктейль» кинофильмінің бас қаһарманы Егітәлі Мамаджанов һәмде бас режиссері жерлесіміз Қуанышбай Рейімбаев. Мархамат. Ассаламалейкум. Қош келіпсіз. Ассаламалейкум. Рахмет. Бұл концертлардың бәрі сіздер үшін. Ал жігіттер, қош келіпсіздер. Xushvaqt bo'linglar. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, mana shu yerga tashrif buyurgan mehmon deymiz, nima deymiz? Biz ham keldik mana, Xudo xolisa. Va Qoraqalpog'iston xalqiga kattakon salom. Assalomu alaykum. Toshkentdan kattakon salom sizlarga hammalarga. Rahmat. Al Yigitali Қуанышбай, қош келіпсіздер студиямызға. Xushvaqt bo'linglar. Рахмет. Қалай, жақсы жетіп келдіңіздер ме? Xudoga shukr, yaxshi yetib keldik. Tashkent елдері аман. Hammasi yaxshi. Yigitali, bizde endi Qaraqalpaqcha Yigitali deb aytadi da, Yigitali. Qaraqalpaqstonga nechinchi ret kelдіңіз? 3-marta, Xudo. 3-marta. Biroq bizning ko'rsatuvimizga 1-marta kelib o'tibsiz. Demak, bizga oldin Toshkentdan o'zi bir mehmon kelgan. Siz Toshkentdan kelgan ikkinchi mehmonsiz. Birinchi mehmon kim edi? Jengizbek Piyazov. Ham u Qoraqalpog'iston nimasi-ku axir. Propiska Toshkentga ekanda, shu Toshkentdan kelgan. Endi propiska u hisoblamaydi-yu, qayerda tug'ilgan bo'lsa o'sha. Qonishbay, siz Toshkentdami propiska? Временный ғой біздер. Бірақ сіз ham екінші Қуанышбай Рейімбаевсыз. Алдын бізге және бір Қуанышбай Рейімбаев деген жігіт келген. Бір көрсетіп жіберсем. Бұл Қуанышбай Рейімбаевтың өзінің қалеміне тиесілі «Күліп жүрің» деген кітабы. Bir қошамет шақырақлар. Құласы Ташкенттен келген екінші мейман Егітәлі Мамаджанов, ал Қуанышбай Рейімбаев бұл екінші Қуанышбай Рейімбаев. Бізге мейман болады. Бұл кітабын алып, Егітәлі сізге сауға. Қуанышбай Рейімбаев. Рахмат. Бұнақа талантым бар деп ойламағанмын. Ал онда біз сценарий жазып берген бізге, Егітәлі. Сценарий бойынша сауалдарды бастаймыз. Одан алдында сценарийді жазып қойған екен, «Коктейль» қаһарманы һәмде «Коктейль» режиссеріне коктейль құйып беру керек деп жазып қойған екен. Біз бұл Қарақалпақша коктейль. Ishqilib almashib qolmaymizmi biz? Bizde Qaraqalpaqda Егітәлі kokteyling turlari ko'p. Misol kokteyl, ko'k choy-teyl, qara choy-teyl degan ham bor. Shunday ichamiz hozir. Ichamiz. Qalay bo'lasiz? Bugungi so'hbat qalay bo'ladi? Bu yo'q, endi sizlarga bog'liq va mana shu o'tirgan tomoshabinlarga bog'liq. Biz hammasini tayyorgarlik ko'rib qo'yganmiz.
kulishga, qarsak chalishga. Yo'q. Unaqa Biz aytganmiz, Yigitali shunday sho'x yigitda-da, so'ng shuni tushunmasangiz ham kulib bering deb tayyorlab qo'yibsiz. Ha, yo'q. Agar kulgili bo'lmasa, shart emas kulish. Chunki men har doim tabiiylik tarafdoriman. Shuning uchun ko'ngillarda o'sha kulgu kelsa, kulinglar, xursandchilik, jahlinglar chiqsa, jahl qilinglar. Zo'r deb qara. Hazil. Yigitali hazil albatta. Demak, qiziq bo'ladini senasiz, Sovetning qiziq bo'ladini. Endi Qoraqalpog'istonga nechinchi ret keldingiz? 2 yil oldin. 2 yil oldin kelganman. Biz buyuk yurt farzandimiz shiori festivaliga festival. Qoraqalpog'iston sizda qanday taassurotlar qoldirgan? Juda ham yaxshi. Talabalar juda ham yaxshi kutib olgan. Zo'r savollar berilgan. Ma'noli, chunki boshqa viloyatlarga nisbatan Qoraqalpog'istonda kutmagandim, lekin bunaqa savollarni juda ham aqlli savollar berilgan. Maza qilib javob berganman savollariga. Bugungi temamiz, bugun sizlarni mehmon qilib chaqiruvdan birinchi sabab bu kokteyl kinofilmi. Kokteyl kinofilmi. Endi ko'pchilik ko'rdi, bizda kinoteatrlarda qo'yilib yotar kokteyl filmi. Endi Kokteyl 2 degan film chiqishi mumkin. Misol Terminator 2 deydi-ku. Endi buni rejissyorni o'zidan bilsangiz bo'ladi. Qonishmay, qalay Harman. Siz 1-2 kun burun keldingiz-ku mehmondan burun keldingiz. 1-2 kun burun. Qalay Harman. Bu atir amik yaxshi. Bu yoqdagilar hammasi aman. Aman-ku. Qonishbay Rembayev negizda eng kuchli rejissyor. Sebebi u o'zining kinosida hatto o'zining onasi rol o'ynaganda, balasi rejissyor qilgan. Bu kuchli, u onasining rolga o'ynatib, u hamma rejissyorning qo'lidan kelavermaydi. Qonishbay Rembayev. Bu ulkan жетістікерлік, Qoraqalpog'istonlik жерлесimiz, жас болуына қарамастан, өткен жылы студент болған, осы жылы кино түсіріп жатыр да. Ендігі жылы телесериалға өтіп кетecek уже. Сразу. Енді телесериал дегеннен келіп шығады, сіз қалай ойлайсыз? Бізде телесериалдар бар ғой? Мысалы, Hind телесериалдар беріледі біз каналларымызда. Бір кішкентай уақияны бір 4 серия қылып жібереді да олар да. Егер коктейль фильмін сериал қылсаңыз, бір Hindistonliklarga bersangiz 10 серия шығады одан, негізі. Шығады lekin. Жақсы шығады. 5 seriyasi nemenде қосықпен өтеді. Қосықпен немесе. Былайда бір нәрсе айтатын болса, мысалы, Yigitali деп айтатын болса, Yigitali дейді. Мынаяқтан бір камералар, былай музыка болады, Yigitali'ni көрсетеді, мені көрсетеді екен. Сонымен бір серия тамам да отыр. Индийский да? Коктейль фильмі енді көпшілік елі көріп үлгермеді, бірақ сол коктейль фильмі сіздің пікіріңізше қалай болып шыққан? Менің пікірімше ма? Yo'q, sizga emas. Yo'q, Yigitali. O'zini maqtashni boshlamoqchi edi. Mening fikrimcha zo'r kino bo'lgan. deb yo'q, lekin qanaqa nima desam bo'lar ekan, bu kino avvalambor men uchun bir yangi janr. Komediya filmida kam ijro etganman, chunki ijro etmaganman desam ham bo'ladi, chunki meni ampluam janr bo'yicha ko'proq melodrama, drama, tragediya. Mana shunaqa men yaxshi ko'raman o'zim shu janrlarni. Lekin komediyani yaxshi ko'raman, lekin o'zimda bu narsa hazm bo'lmaydi-da, endi qanaqadir qiyin lekin janr bu. Juda ham qiyin janr. Shu uchun qo'rqandim. Qanaqa bo'lar ekan? Yaxshi bo'larmikan, bo'lmasmikan? Endi film chiqqandan keyin bilamiz dedik, mana film chiqdi. Haligacha o'sha savol beryapman, qanaqa yaxshi chiqdimi, chiqmadimi? Hali ham o'ylab yuribman. Men o'zim bilmayman lekin. O'zingiz kinoteatrda ko'rgansiz ko'p? Ko'rdim albatta. Masalan, men bir to'yning videosini ko'rsam, o'zimning gapirayotganini ko'rsam, uyalib ko'radi-ku odamlar, uyaladi o'zim. Sizda qanday bo'ladi? O'zing o'ynaganingni ko'rsang kinoda qalay bo'ladi? Menda har doim shunaqa. Hamma kinomni mana shunaqa bundaqa ko'raman. Kinoteatrda har doim premyera bo'lgan vaqtida har doim orqada turaman, ko'raman. Baribir tomoshabinlarning fikrini, qanaqa fikrini o'tirgan vaqtida o'zlari fikr bildiradi. Aura orqali chiqadi-da, ichidan. Xursandchilik, kayfiyat tushgan yoki zerikkan shunaqa bo'ladi. Orqada o'tirganimda, turganimda joy yo'q edi. Iloji yo'q, bizga ham joy yo'q edi. Chunki kelib atrofida tikka turganlar ham bo'ldi. Men o'yladim, o'sha tikka turganlar chiqib ketadi deb o'yladim. Meni fikrim bo'yicha. Lekin bilmadim,
Quvonch bir Xudoyimni suygan bir bandasi shekilli. Shu boshida kirdida, odamlar shu atrofida yig'ilgan bo'yicha turdi. Oxirida svet yonguncha ham turishdi. Chiqib ketgan yo'q. Aplodismenti bo'ldi, keyin chiqib ketishdi. Bu menimcha ko'p kinolarda aplodismenti bo'lmaydi. Men 2-3 ta premierlarga tushganman. Orasida qiyin aplodisment eshitish. Bizda bo'ladi aplodisment. Bo'ladi deyapman. Rahmat. Quvonchbay, sizning birinchi filmingiz qo'y endi bu tushirgan. Sizda qanday bo'ldi endi? Сол kuni premyera bo'lатын kun bo'ldi. So'g'an chekim qalay bo'ldi? Quvonchigim qiyin bo'ldi. Endi 8 oyda chiqdi-ku film endi. O'tgan yil yozdagan bo'lsak, ar jag'i syomka 1 oy bo'ldi. Odan keyin montajga berdik. 8 oy vaqt ketdimi? Ar jag'i endi sal ne'g'ilib, ozuchkalari bor, montaj bor. Avvalan bir prezident dunyoga keladida, prezidentdan 9 oyda dunyoga keladi. Kinoda shunday bo'lgan ekanda, ya. Bo'ladi, qutulib qo'yamiz. Birinchi prezident, birinchi kino. Ssenariy avtor kimniki bu? Men birga o'qigan yaqin do'stim Bayazid Jumayev degan jo'ramniki. Bu Toshkentlik bo'ladimi? Toshkentda u. Propiska Toshkent. Ko'rib chiqdik, juda bir ajoyib kino. Sizlarga ham maslahat etamiz. Ko'ring, kuling. Endi so'rov, kokteylingiz menga qiziq bo'ldi-da. Kinodagi kokteylingiz nedan ishlangan u? Shuning uchun men Qoraqalpog'istonda bilar ekanda bunaqa kokteyl qilishni. Bizda bilmaydi uni. Shundaymi? O'n ansat u. Qadim nega bordik? Magazinga, minimarketga kirasiz, keyin vishnyovый sok so'raysiz. Сөйтіп жазып алайын, вишневый сок. Keyin vishnyovый sok o'zining Qaralbaqcha shiyovый sok deb aytiladi. Shiyovый sok. Shiyovый sok. Odan keyin жаңағы ne bor? Muz. Muzday muz deb aytiladi bizda. Холодный лед, muzday muz. Muzdek muzda. Muzday muz sol, сөйтіп azg'anday aytатын so'zlari bor. So'zlari ham bunaqa aytib berishim mumkin. So'zlarni aytgan. So'zlari men qaniydi men seni o'rningda bo'lib qolsam. Mumkin o'tirsin. Yo'q. Hozir emas. Rahmat, men bir marta his etdim uni, yetadi. Yana bitta so'zi bor, uni o'sha so'zni ishlatmasangiz, bu ta'sir etmaydi. Shundaymi? Uni ayting. O'rganasiz, keyin ishlatish mumkin emas lekin uni. Faqat professionallarga bu. Mayli, bir filmda ikkita obraz bilan o'ynash qalay qiyin bo'lmadimi sizga? Misol basında жаңағы. Bizda qiyin bo'lgan narsa. Basda sportsmen yigit. Keyin жаңағы ilmiy domla. Yo'q, avvalambor meni qiziqtirgan narsa ham aynan mana shu bo'lgan. Ikkita obraz, точнее o'sha ikkita rolni ijro etish, o'zgarish. Bilmadim endi. Bizda bitta muammo bo'lib qoldi-da, Asqar bilan bizdan ikkimizni oramizda kelishmovchilik bo'lishi mumkin. Qanaqadir o'sha orada, bir-birimizni tushunmagan bo'lishimiz mumkin. U meni rolimni topa olmadi, obrazimni, men unikini topa olmagandirman. Orada shunaqa. Lekin orada topish bo'ldi. Harakat qildik mana shu narsaga. Keyin Qonishbay, sizga qaytsaqda, bu tarovga siz qalay kirib kelgansiz? Aldin sizda akangiz, anangizda bo'lganmi bu teatr, kino tarovi san'ati? Endi eng basini atamdan boshlab, atam Rimba Yerjanov, Berdiq teatrida ishlaydi edi. Keyin papam, odan keyin mamam, hammasi go. Hammasi ko'rkam өнер. Ko'rkam өнердemiz hammamiz. Bular juda yaxshi. Endi Yigitali. Atimiz, ismingiz zo'rda, Yigitali. Haqiqiy erkak she'atda. Yigitali. Endi eng qisqa o'ynagan rolingiz qanday rol? Aldin kinolarda o'ynagansiz-ku. Epizod, yugurib o'tishpa. Juda ham yaxshi savol. Yaxshi savol. Juda ham qisqa o'ynagan rolim, mayli, mana Qoraqalpoq televideniyasiga aytishim mumkin. Hech qayerda yetmaganman bu gapni, lekin aytaman mana shu gapni. Bitta kino bor, Omad degan. Bobur Yo'ldoshev o'ynagan. Bilasizlar, o'sha yerda bitta joyi bor. Omadsizlar turadi. Xullas, ko'pchilik mana o'tirib, omadsizlar turadi-da. Kameramda o'tib ketadi-da, o'sha panorama bo'lib. O'sha omadsizlar ichida meni
nimaga ko'rinmaganman? Chunki Chunki omad boqmagan. Yo'q, yana omad boqmagani ham yana bitta narsa, men u yoqda endi borib kechasi turganmizda u yoqda ishlash uchun. Repetitsiya. Lekin repetitsiya bo'lgan, o'sha turib, menimcha chiqaman deb o'ylaganman-da. Tursam, o'sha o'rada o'zim deb o'ylaganman. O'zim yugurib o'taman yo o'zim turaman deb. Qarasam, bir 20 ta odam turibdi yana ichida. Ichida men ham borman bitta. O'rtasiga tiqib qo'yganman shunda. Mana boshimni chiqarib turaman. Boshim ko'ramayapti. Hamma bo'ylari baland. Turibman, yana uni ustiga eng omadsiz taraf bilasizmi nima? Kameramda o'tib ketyapti-da, fokus yo'q bizada. Ko'rinmaydi hech narsa. Odamlar dimda turadi, siluetlari yuz ko'rinmaydi, shular bo'lib turadi, bo'ldi. Keyin kino premyeraga bordingiz o'zingizni ko'rish uchun. Bordim. Ya, borganim yo'q. Chunki biz uchun muhimi kino chiqib, biza qanaqa chiqish emas men uchun shaxsan. Men uchun aynan u yoqda ijro etish proses menga qiziqroq. Chunki o'sha prosesda qatnashsangiz, keyin sekin kinoni, san'atni sehri sizga sekin yuqa boshlaydi. Shuning uchun hozirgi yoshlarga maslahatim, hech qachon bitta gap ishlatmanglar. Menga главный rol beringlar, menga bu rol yoqmayapti degan gap ishlatilishi kerak emas. Chunki biz ham o'sha studentlik davrimizda bu narsani epizodlar orqali aytolman, mana bundoq o'tib ketyapti, biz yuzimiz ham ko'rinmaydi hatto. Shuna sharpa bo'lib o'tib ketamiz, bo'ldi. O'sha eng qisqa rolim shu bo'lgan. Zo'r. 1 sekund. 1 sekund. Ko'rdingizmi? O'sha 1 sekundlik rolingiz uchun 3 sekundlik qarsak bo'ldi-da. Rahmat. Yaxshi ekan. Endi Armanga ayb yo'q deydi-ku, Qonishbay. Bizning Qoraqalpoq filmida tap sonday kinolar tushiruv uchun bizga ne yetishmaydi deb o'ylaysiz? Bizda hammasi yeterli hozircha. Endi meni hozir rejalashtiryapmiz. Film olib, yozda xudo qalasa boshlaymiz degan niyat bor. Toshkentdan aktyorlarni chaqiramiz Nukusga. Qoraqalpoqdan aktyorlarni birga aralashtirib, Qoraqalpoqcha kino olamiz-da. Qoraqalpoqcha kino. Avval Kokteyl filmida Qoraqalpoqdan necha aktyor qatnashdi? Qoraqalpoq yigitlari bor shunda-ya? Qoraqalpoqdan ikkovi Azatbek Muratov bilan men Liza Xalqnazarova mamam. Endi bunday savol bor jurnalistlarda. Bo'sh vaqtingizda nima bilan shug'ullanasiz degan savol bor-ku. Biz uni bermaymiz o savolni. Yaxshi qilasizlar. Siz bas vaqtda nima bilan shug'ullanasiz? Ish vaqtida o'zi aynan o'sha ishga berilib ishlayman. Boshqa narsaga chalg'itmaslikka harakat qilaman. Chunki inson boshqa narsaga chalg'isa, aynan qilayotgan ishingizni maromiga yetkaza olmaysiz baribir. Keyin o'zingiz ham ko'nglingiz to'lmaydi, keyin siz ishingizdan ham kimnidir ko'ngli to'lmaydi. Bunday. Men o'zim atim maqsadda, biroq Yumurbek deb aytadi. Menda 2 at bor. Bir aytganman men, agar ustini kelsa olmasam men maqsad atimni o'zgartaman deb. So'zimda turdim, hozir Yumurbek deb o'zgartdim. Ismimda 2 ta ism bor. Sizda qanday? Menda ikkinchi ism emas, lekin o'sha ismim yarimi bor, Ali. Ali deb chaqirishadi, chunki rus millatiga mansub insonlar Yigitali deb gapira olmaydi oxirigacha. Yigitali sal qiyinroqda. Shuning uchun Ali deb qo'yishadi. Shuning uchun ba'zi insonlarga Ali, ba'ziga Yigitali. Ikkovsi ham yoqadi. Zo'r, ajoyib. Bag'ana aytdik-ku, har kim har yoqdan so'rov beradi, keyin sizlarga ozgina improvizatsiya qilishga to'g'ri keladi deb. Demak, so'rovlar bo'lsa, tomoshabinlardan negiz Yigitali. Savol, bu yoqqa chiqsan savol yaxshi beriladi ekanda, qara. Kiyayotgan kiyimlaringizga qarab, bu qanaqa moda? Moda qilasizmi yoki? Yo'q, men bu o'zi aslida kecha men yiqilib tushdim men. Virtualdan ozgina. O'tiraman. Kichik ozgina edi-da. Bu yog'i nima deydi, lestnitsani perilasini, perilami ilib qoldi. Keyin ertalab shoshilib kiyayotgan paytimda oyog'im bu yoqqa ilashdi, katta bo'lib ketdi. Bu ham shu ikkinchisi. Kattalashtirib yubordim. Keyin iloji yo'q, men shu kiyib keldim borini. Moda qurdan qilib paydo bo'lmaydi-da, moda. O'z bir vaziyatdan kelib chiqib moda paydo bo'ldi-da. Qonishbay Rimbayev sal Toshkentga borib, o'zgarishgan bilib turibdi, to'meni Toshkentga jo'xarsin. Qoraqalpoqqa qaragachmi? Savollar bormi? Yoqtirgan sport turingiz qanday bo'lgan? Yoqtirgan sport turim, men ko'p sport bilan shug'ullanganman. Aytaver. U ham bor ichida.
Endi uni aytib o'tish sal xunroq bo'ladi, lekin yoshlar uchun men aytib o'taman, chunki bu narsa yomon tarafi yo'q. Bu sport baribir shug'ullanish kerak. Sanab o'tib beraman. Birinchi erkin kurash bilan shug'ullanganman. Kickboksing, futbol orada, keyin suzish, keyin gimnastika, suvga sakrash bor ichida. Yarim yil, 6 oy basketbolga borganman. Yana qaysi sport? Men strelbaga ham borganman. Strelba bor, o'sha otishma. Savolni o'zgartirish kerak edi, so'rovdi-da. Qaysi sport bilan shug'ullanmagansiz deb. Shunda tezroq bo'lyapti-da. Bo'lishi mumkin edi. Yo'q, lekin sportlar juda ham ko'p. Hamma sport bilan shug'ullanib chiqishga harakat qilganman iloji boricha. Chunki ozgina emas, 2 oy, 1 oy emas. Shunaqa. Yigitaliday aktyor bo'lish uchun qaysi sport bilan shug'ullanish? Ko'p ekan bari. Agar sizni qaytadan Qoraqalpoq filmini rad etsa, rozi bo'lasizmi? Albatta. Qoraqalpoq filmga, Qoraqalpog'istonga. Qoraqalpog'iston filmiga albatta. Bu narsa oldin ham gapirilgan va keyin ijod ish bilan bo'lib qolib ketdi ham. Lekin bir film ishlash niyatida edik. Endi mana Xudo xolisa yaqinda bir yengil yetib qoldi. Yozda kino boshlash niyatidamiz. Nasib bo'lsa, ishlaymiz albatta. Rahmat. So'rov bor ekan. Quvonchboy Rimbayevga so'rovim bor edi. Siz birinchi marta kino oldim deb atirsiz. Birinchi kinongizdan qolgan ta'sirlaringizni bizlar bilan bo'lsangiz. Sizlar bilan bo'lsa to'silib qoladi hozir. Birinchi kinoga o'zing ko'ngling to'ldimi, qalay? Mana basta sol juda qo'rqib boshladim men birinchi. Qasimda do'stlarim bo'lib, men klasslasim Ernazar Begimbayev degan jo'ram qarasida eng bosida birinchi o'l jardam bermaganda men o birinchi qadam basa olmaydim. Sol jardam berdi, keyin uydagilar jardam berdi. Odan keyin kelgandan keyin eng ulkan jardamni Ali aka meni Asqar aka jardam berdi. Quvonchliman. Endi siz quvonchli bo'lmasangiz ham bo'lmaysiz, atimning o'zi Quvonchboy. Biz bir konkurs tayyorlab qo'yganmiz. Konkurs. Men janingizga borib o'tiraman. Mayli. Biz davom etamiz. Endi bir konkursimiz bor. Men savol beraman. Siz endi bilasiz, Qoraqalpoqcha so'ylab. Yaq degan so'z so'raysiz, taqqana. Yaq. Siz ava. Ha degan bizda Qoraqalpoqcha ava deydi. Ava. Demak, siz taqqana ava deb javob berasiz. Qanday so'rov bo'lsa, ne so'rov bo'lsa-da tushunish shart emas. Taqqana ava. Tushunmasdan javob bera olmayman. Endi ava deb aytdi. Mayli, tushunsin. Onda siz ava, siz yaq. Kesib qo'ying. Yigitlar, siz hazilkash ko'rsatuv uchun Arnavga keldingiz-ku? Qoraqalpoqiston unadimi? Nima deyman? Qoraqalpoqiston sizga yoqdimi? Nukusda jasab qolarmidingiz? Rost aytyapti? Yo'q. Qidirdingizmi? Yo'q. Qidirmasangiz ham unadimi Qoraqalpoqiston? Zo'r. Jilpa degan milliy ovqatimiz bor, jeb ko'rdingizmi? Jilpa ekan bilaymi? Yo'q. Yaxshi. Demak, Miyman yili onu bilmaydi. Yigitlar, siz sportchisizmi? Sportsmen? Rostdan sportsmenmi? Yo'q. Bu sizga do'stmi? Do'stingiz? Siz do'stsizmi bu yoqda? Avlga kelgandan o'zgarib qolgan-a? Qishloqqa kelganda o'zgarib qolgan. Yigitlarni taniysizmi? Albatta buning bari hazil, ha? Rostdan buning bari hazil edi-ku, ha? Yo'q. Onda biz endi baribir g'olib bo'l kerak-da bir odam. Ikkinchi jarsoat qilasiz, konkurs bo'ladimi? Birinchi o'rinni Quvonchboyga bersak bo'ladimi? Sizga birinchi o'rin kerakmi? Yo'q. Shapaloq qo'shimcha. Quvonchboy, o'sha kinoni tushiruv protsess davomida siz biroz o'zbekcha o'rganib, aldin endi o'qigan boshqa, birga izlashib o'rgangan boshqa. Siz ham balkim bir-ikki Qoraqalpoqcha so'z o'rgangansiz.
сол киноны түсіру процесінде? Жигитali. Жигитali. Жигитali мысалы, Жигитали бізге бір 10 сөз айтып бере аласыз ба? Қарақалпақша сөз. 10 сөз. 10 сөз. Қуанышбай сіз жәрдем бермейсіз. Демек кеттік. Қалеген 10 сөз қарақалпақша. Рахмет. Рахмет. Рахмет соны білгеніне. Жақсы. Жақсы. Ова. Ова, дұрыс. Etmeyeceğim yapar endi. Көрейін өзіңіз. Гитали. Бас режиссерінің аты, фамилиясы қарақалпақша. Қуаныш. Қуаныш, қуаныштымыз. Қуаныш. Реймбай. Төртеу қалды енді. Нукус. Нөкөз. Salamat. Немеді? Саламат. Екеу қалды. Ауқат білей тауым. Екеу қалды. Ой, екеу қалды. Жалғыз. Зор, әжайып. Енді бұл біздің көрсетуімізге келіп бастағаныңыз, Құда қаласа елі алдымызда шақырамыз. Құда қаласа оңгечем Қарақалпақшаны ақыргачам o'rganib kelaman. Oңгечем. Мен үй aldım бүгін. To'g'risi. Qayerdan үй алдыңыз? Bilmaganimdan. Түсінемін. Мен үй алдым дегенде бір Нүкістің бір жерінен бір үй сатып алдым ма деп ойладым. Үй алдым дедім. Avvalambor Qoraqalpog'iston xalqiga minnatdorchiligimni bildiraman, chunki juda ham yaxshi kutib olishadi doim kelsak. Juda ham xursand bo'lamiz. Ilohim har doim shu Qoraqalpog'iston xalqini va umuman butun O'zbekiston xalqimizni har bitta oilasida fayz barakat, tinchlik, xotirjamlik, hamisha shu osmonimiz musaffo bo'lib, bir-birimizga mehr-oqibatli bo'lib, hamisha bir-birimizni ko'nglimizni olib yurish nasib qilsin, Xudo xolisa. Va mana shu yerda xizmat qilib barcha biz o'sha butun xalqqa nima desam bo'ladi. Ozgina bitta joydan tarqatayotgan mana shu ishchilarga, misol uchun o'sha mana shu kasb Qoraqalpog'iston telekanalini operatorlariga, rejissyorlariga va rassomlariga, boshlovchilariga, direktorlarga va butun mana O'zbekiston televideniyasiga, aniqrog'i Qoraqalpog'iston televideniyasiga minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz va butun O'zbekistonimiz, Qoraqalpog'iston xalqi kelayotgan Navro'z ayyominglar muborak bo'lsin. Hamisha shunaqa vatanimiz gullab, yashnab, xursandchilik bo'lib, to'ylarda, bir yaxshi mana premyeralarda birga bo'lish nasib qilsin, Xudo xolisa. Demek, bu birinchi mehmonimiz Yigitali Mamatjanov, Quvonishbay Rimbayev. Sizga жұмыстарыңызға табыстар тілейміз. Рахмет, сіздерге сондай имканият жаратып берген үшін сіз жерде келіп, сіздермен сөз-сөhbet өткеруге. Әмеңізге рахмет. Қарақалпақ халқы енді міне руажландырып бірге Өзбекстан актерлармен бірге істесіп бастап жатырмыз. Еліміз тыныш болсын, әмеміздің шаңырағымыз беккен болсын. Сіздерге де жұмыстарыңызға өмет, әммеге жұмыстарға өмет. Құда қаласа елі бірге істесіп, руажландыра береміз. Кино әлемін, театр әлемін бірге әммеміз. Өзбек халқы, Қарақалпақ халқының достығы ешқашан бұзылмағай дейміз. Мен әммеміздің басымыз аман болсын. Рахмет. Саламат болыңыз. Демек, әзірге кеш көрсетуіне ажыратылған уақыт өз жұмағына жетті. Сондай қымбатлы уақытын ажыратып, енді қымбатлы деген себебі көркемөнер тарауында жүргеннен кейін түсінеміз. Уақыт ең қымбат уақыт. Сол қымбатлы уақытыңызды бөліп, Қарақалпақстанға мейман болып келген үшін екеумізге де рахмет. Жұмыстарыңызда табыстар тілейміз. Рахмет.